Hop, assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan Prezident maktabiga kirish imtihon testlarini matematika fanidan bitta mantiqiy masalasini ishlanishi bilan ko'rib chiqamiz. Hop, bu yerda savolni o'qib eshitiraman. Hop, savolda aytayaptiki, Doniyorda ikkita bir xil o'lchamdagi g'ishtlar bor. U g'ishtlarni 3 xil usulda birlashtira oladi. Natijada hosil bo'lgan 3 xil jismlarni sirt yuzalari 72, 96 va 102 ga teng bo'lsa, bitta g'ishtning sirt yuzasini toping degan savol bizga berilyapti. Bu yerda mana 3 xil usulda birlashtirilgan holatlarini ko'rsatib qo'yganman. Bu yerda nima qilamiz? Birinchi o'rinda g'ishtning shaklini topib olishimiz kerak bo'ladi. G'ishtning shakli geometriya fanidan bizga ma'lum parallelipiped shaklida hisoblanadi. Xo'p, ya'ni qanaqa? Kichikroq chizaman. Mana shu shaklda bo'ladi. Bu parallelipiped shaklida hisoblanadi va uning sirt yuzini topish uchun hamma tomonlarini, hamma yuzini topib turib, bir-biriga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanday? Tomonlarini belgilab olamiz harflar bilan. A, B, bo'yi A, eni B, uzunligi esa S harfi bilan belgilab olamiz. Bu yerdan parallelipipedning sirt yuzini topish uchun bizda formulamiz bor. Ya'ni qanday formula? 2 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan B plus 2 ko'paytirilgan B ko'paytirilgan S va plus 2 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan S barobar S sirt yuzasiga teng degan formuladan ushbu masalani ishlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchi ishimiz nima? Birinchi ishimiz shaklning sirt yuzi uchun ifodani tuzib olamiz. Qanday bo'ladi? Bu ifodamiz, bu sirt yuzini topish formulamiz bitta parallelipiped uchun hisoblanadi. Bizda esa bizda esa shakllarimizda ikkitadan g'isht berilyapti, ya'ni ikkitadan parallelipiped berilyapti. Shuning uchun ifoda bizda biroz o'zgarib qoladi. Ya'ni qanday bo'ladi? Xo'p, birinchi parallelipipedni hisoblayotganimizda ifodada A va B ni ko'paytirib turib 2 ga ko'paytirayotganimizning sababi bu sirtdan bizning shaklimizda orqa tomonda ham borligi uchun bu qiymatni 2 ga ko'paytirib olyapti. B ni aytayotgan bo'lsa ham, B ham pastki qismi hisoblanadi parallelipipedni va bu pastki qism bu shaklning ustida ham borligi uchun uni ham 2 ga ko'paytirib yozyapmiz. A ham xuddi shunday tartibda bo'ladi. Endi bizda e'tibor berib o'tishimiz kerak. Bu yerda shakllarimiz, parallelipipedlarimiz ikkitadan hisoblanadi va shunga mos ifoda tuzamiz. Bularni harflar bilan belgilab olaman. A, B va uzunligini S deb belgilab olaman va ifodani tuzishni boshlayman. Birinchi shakl uchun. Xo'p, bu yerda oldin mana bu qismining sirt yuzini topib olamiz. A ko'paytiruv B sirtni yuzini topamiz. To'rtta burchakning yuzini topish uchun bo'yini eniga ko'paytirish kerak edi. Shuning shu yerdan topib oldik. Mana A ko'paytiruv B. Bizda bu shakldan bu yerda ikkita borligi uchun 2 ga ko'paytiryapti, lekin bu shaklimizda bizda bu qismdan 4 ta bor. Ya'ni qayerda? Bitta bu yerda va ikkita orqasida borligi uchun endi bu qiymatni 4 ga ko'paytirib olamiz. Xuddi shu tartibda davom etamiz. Bunga qo'shamiz, formulamizda qo'shuv bo'lgani uchun. Xo'p, ikkinchisi B ko'paytiruv S. B ko'paytiruv S bu yerda pastki qism bo'lyapti. Bizda ham pastki va ustki qismiga to'g'ri keladi. Mana bu yerda ham B bo'lishi mumkin. Va bu qismda ham bizda nechta bo'lyapti? 4 ta bo'lyapti. Bitta, ikkita va pastda ham ikkita bo'lgani uchun bularni ham 4 ga ko'paytirib olamiz. Ya'ni qanday? 4 ko'paytirilgan B ko'paytirilgan S. Va yana davom etadi. Formulamizda plus bo'lganligi uchun plus. Xo'p, oxirgi qismimiz esa qaysi qolyapti? A va S qismlar qolyapti. A va S qismlar yonbosh tomonlari bo'lyapti. E'tibor beringlar, mana shu joyda bizda bu shaklda ikkita g'isht birlashganda ikkita yonbosh tomoni bir-biriga tutashib turib, yonbosh tomonlari ikkitasi yo'q bo'lib qolyapti. Ya'ni faqat boshi bor va oxiri bor. Ikkitasi bir-biriga tutashib, yuzalar yo'q bo'lib ketadi bu yerda. Shu yerdan yozib olamiz. Ikkita bo'ladi bizda yonbosh tomonlarimiz A va S. Xuddi shu formuladan bu jismimiz uchun ifoda tuzib oldik. Buning sirt yuzasi 96 ga teng ekan. Bu birinchi shaklimiz uchun sirt yuzini topish ifodasi hisoblanadi. Endi ikkinchi shaklimiz uchun xuddi shunday sirt yuzini topish formulasini tuzib olamiz.
Xo'p, bu yerda ham topadigan bo'lsak, endi bu yerda pastki va ustki qismlari ikkitadan bo'lyapti. Nega ikkitadan bo'lyapti? Chunki ikkita g'isht bir-birining ustiga tushayotganligi uchun birining usti ikkinchisining tagi bilan birlashib turib, ikkita yuzasi yo'q bo'lib ketyapti. Bu yerda yo'q bo'layotgan joyi B va C qismi bir-biriga birlashib turib yo'q bo'lib ketyapti. B va C qismi bu yerda ikkitadan bo'ladi. Qolgan hammasi birinchi ifodada ko'rsatilgandek 4 tadan bo'ladi. 4 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan B plus mana A ko'paytirilgan B, mana shu qism bu jismda 4 ta bor. Bitta, ikkita va orqada ikkita borligi uchun 4 ta yozdim. Xo'p, keyingisi BC esa mana BC hozir aytganimdek faqat ikkita bor, chunki ikkitasi bir-biri bilan jimslanib birlashib qolyapti. B ko'paytirilgan C plus va oxirgi qismi esa A ko'paytirilgan C. A ko'paytirilgan C ham yana yonbosh tomoni bo'lyapti. Yonbosh tomoni 1 2, bu yonbosh tomoni ham ikkita bo'lgani uchun 4 ta olamiz buni. 4 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan C ifoda bilan tuzib olamiz. Buni sirt yuzasi esa mana masalamizda o'zi berayotganda 72 ga teng. 72 ga teng. Ana ikkinchi jismimiz uchun ham sirt yuzasini topish formulasini tuzib oldik. Endi uchinchi jismga o'tamiz. Uchinchi jismda ham xuddi shu tartibda bo'ladi. Xo'p. Uchinchi jismimiz. Bu yerda ikkita g'isht uzunligi tomonidan bir-biri bilan birlashyapti. Bu yerda A va B qismlar birinchi g'ishtning oxiri va ikkinchi g'ishtning boshlari bir-biriga tutashib turib, ikkita yuza yo'q bo'lib ketyapti. Qaysi yuzalar? A ni B ga ko'paytirgan yuzalarimiz yo'q bo'lib ketgani hisobiga faqat boshi va oxiri bor bo'lyapti, qolgan yuzalar yo'q. Demoqchimanki, A ni B ga ko'paytirgan yuzamiz bizda bu shaklimizda, oxirgi shaklimizda ikkitadan bo'lyapti xolos. Ikkita bo'ladi. Mana boshida va oxirida orqa tomonida bo'ladi. Xo'p. B ni C ga ko'paytirganimiz esa pastki qismi bo'lyapti. Pastki va ustki qismi, pastki va ustki qismi bo'lgani uchun bu shaklimizda 4 ta bu qism bor va buni 4 ga ko'paytirib, xuddi shu tartibda yana yozib olamiz. Bu ham mana uchinchi jismimiz uchun ham sirt yuzasini topish formulasini kiritib oldik. Uni ham qiymatini, sirt yuzasini aniq qiymatini bizda masalada keltirib o'tgan. 102 ga teng. 2 ga teng. Xo'p, bizda mana uchala jismimiz uchun ham sirt yuzasini topish ifodasini, ya'ni formulasini tuzib oldik. Endi bu yerdan sizlardan bir narsani yana iltimos qilib o'taman. Savolni bir marta o'qib turib ishlashga kirishmanglar. Aniq nimani so'rayotganini bilib turib, keyin ishlashga kirishsanglar, shunda aniqroq va to'g'riroq javob topishga moyilroq bo'lasizlar. Ya'ni savolni oxirgi qismida aytayapti. Bitta g'ishtning sirt yuzini toping deb savol beryapti. Bizda bu yerda matematikadan o'rganganmiz tenglamalar sistemasi mavzusida 3 ta noma'lumlik, 3 ta tenglama bo'lyapti. Bu yerda sizlar aytishingiz mumkin, tenglamalar sistemasida ifodalarni, hadlarni, oldidagi koeffitsiyentlarni bir xil qilib turib, ayirib olib, yo'q qilib ishlashimiz mumkin deb. Yo'q, bu yerda bizda so'ralayotgan narsa bitta g'ishtning sirt yuzasi bo'lganligi uchun hammasini qo'shib yuboramiz. Sababi nega? Sababi bitta g'ishtni sirt yuzasini topishimiz kerak va hammasini umumiy uchala jismimizni ham 6 ta g'isht bo'lyaptimi? 6 ta jismni sirt yuzasini topib turib, shunday bo'lib olsak, bitta g'ishtning sirt yuzasi kelib chiqadi bizda. Mana tushunmasanglar, o'zim ko'rsataman. Hamma ifodalarni mana A, B ni, B, C ni va A, C larni ham bir-biriga qo'shib, alohida umumiy ifoda tuzib olaman. Bu yoqda 4 4 2 10 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan B plus 4 2 4, bu ham 10 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan B, B ko'paytirilgan C, uzr, plus va oxirgisi 2 4 4, bu ham 10 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan C va oxirgi sirt yuzalarini ham umumiy qiymatlarini bir-biriga qo'shib umumiy qiymat chiqarib olamiz. Necha bo'ladi bu yerda? 102 ga 72 ni qo'shsak 180 bo'ladi. Shu yerni kesib olamiz agana. 174 bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu yerdan. Xo'p, bu yerda sirt yuzalarini ham umumiy qiymatlarini qo'shib umumiy qiymat chiqarib olamiz. Xo'p, 72 ga 102 ni qo'shsak 170
74 bo'ladi va 174 ga 96 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda umumiy qiymati 270 ga to'g'ri keladi. Bu yerdan mana bitta g'ishtning sirt yuzasini topish uchun mana shu ifodadan foydalanib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni parallelepipedning asosiy sirt yuzasini topish formulasidan. Buni qanday chiqarib olamiz? Bu yerda ifodada har bir hadlarni oldida 10 ga karrali son bo'lganligi uchun hamma 10 ga karrali sonlarni qisqartirib yo'q qilib yuborsak bo'ladi. Mana shu holat bo'ladi va a ko'paytiruv b plus b ko'paytirilgan c plus a ko'paytirilgan c barobar 270 ni 10 ga qisqartirganimizda 27 degan sonning o'zi qoladi. Bizda mana shu ifoda kelib chiqdi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Mana bu yerdan shu ko'rinishga olib kelib olishimiz kerak. Harfiy ifodalarni o'zini. Bu yerda bir xil koeffitsiyentlarni qavsdan tashqariga chiqarib olsak, ikkini, ya'ni a b plus b c plus a c barobar s sirt yuzasining formulasiga teng bo'ladi. Bizda mana bu ifoda kelib chiqdi. Mana bu bizda nechaga teng bo'lyapti? 27 ga teng bo'lyapti. Biz buni 2 ga ko'paytirib qo'ysak, bitta g'ishtning sirt yuzasini topgan hisoblanamiz. Ya'ni qanday? Umumiy tenglikning ikkala tomonini ham 2 ga ko'paytirib yozib olamiz. 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b plus b ko'paytirilgan c plus a ko'paytirilgan c. Va bu yerdan 27 ko'paytirilgan 2. İstasak qavslarni ochib yuborishimiz ham mumkin. Buni umuman qizig'i yo'q. Va 27 ni 2 ga ko'paytirsak, bizda 54 degan javobimiz kelib chiqadi. Xo'p. Bundan keyin nima, oxirgi nima qo'shib qo'ysam bo'ladi? Oxirgi keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Hop. Nima deydi? Pauza qilib turasizmi? Juda ko'payib ketmasin. Mana sizlar bilan Prezident maktabiga kirish imtihon testlarini matematika bo'yicha bitta mantiqiy masalasini ishlanishi bilan ko'rib chiqdik. Sizlardan uzr so'rab qolaman. Yo'q, nima deyman? Uzr so'rashda xatolik bo'lsa, kamchilik bo'lsa deb uzr so'rab qo'ymoqchiman. Mana biz sizlar bilan Prezident maktabiga kirish imtihon testlarini matematika fani bo'yicha bitta mantiqiy masalasini ishlanishi bilan ko'rib chiqdik. Tushuntirish mobaynida mendan biron bir kamchilik, xato o'tgan bo'lsa, avvalo hammalaringdan uzr so'rab qolaman va sizlar bilan keyingi darslarimizda, keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb xayrlashib qolaman.